Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 10 ayının 19 günü seyşənbə. Həmmələrinə şu vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, tövəndə diqqətinglər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Rusiyaning poytaxti Atina shahrida o'tkazilgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining mash'alini yiqish va mash'alni Xitoyga o'tkazib berish marosimlari Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarning qattiq noroziligiga sahna bo'ldi. 18 oktyabr kuni Atinada Rusiyaning prezidenti Katerina Sakaloropolo, Xalqaro olimpik komitetining raisi Tomas Ba, Xitoy olimpik komitetining muavin raisi Yu Zeychen qatorliqlarning qatnashida 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining mash'alini yiqish marosimi o'tkazilayotganda Dunya Uyg'ur Qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin, Tibetlik o'quvchi Tesila Zuksan va Hong Konglik o'quvchi Shaguan qatorliqlar 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boykot qilayli. Erkinlik bo'lmasa musobaqami yo'q. Irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin deb shuar to'lab mash'al yiqish marosimini bir mahal to'xtatib qo'ydi. Namoyishchilar soqchilar tarafidan marosim maydonidan majburiy uzoqlashtirib etildi. Matbuotlarda ko'rsatilishicha namoyishchilarni ko'rgan Xitoy olimpik komitetining muavin raisi Yu Zeychenning chiroyi ta'tirib ketgan. Tibet va Hong Kong vakillari 17 oktyabr kuni Rossiya poytaxti Atina shahridagi olimpik teg'i Akropolisda namoyish o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga va Tibet, Hong Kong xalqlariga yurgizayotgan zulm siyosatiga norozilik bildirgan va namoyishchilar tutqun qilinib 18 oktyabr qo'yib berilgan edi. Bu hodisa Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Tibet, Hong Kong va Janubiy Mongoliya tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining intayin kuchli noroziligini qo'zg'adi. Bugun ya'ni 19 oktyabr kuni 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining mash'ali Atina aydromi orqali Beijingga yo'lga silindi. Bu munosabat bilan bugun Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Tibet va Hong Kong tashkilotlari Atinada birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, olimpik mash'alining Xitoyga o'tkazib berilishini va Xalqaro olimpik komitetining ikkiyuzlamachiligini qattiq ayiblash bilan birga, Yevropa birligining a'zosi bo'lgan Rossiyadagi bir demokratik davlatda Tibet va Hong Konglik namoyishchilarning tutqun qilinganligiga qattiq norozilik bildirdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin xonim axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Men oldi bilan olimpik musobaqasining Xitoyda o'tkazilishiga qarshi turganligi uchun Atinada qo'lga ilingan Tibet va Hong Konglik sabdoshlarimga ehtirom bildiraman. Olimpik mash'ali tinchlik va umidga vakillik qiladi. Ammo rahimsiz Xitoy Kommunistik partiyasining hokimiyati ostida yashayotgan xalqimiz uchun aytganda, 2022 yillik Beijing qishliq olimpika Xitoyning chekidan oshgan bostirishiga bo'lgan yer shariviy xarakterlik sherikligiga vakillik qiladi. Agar Atinada bo'lgan o'xshash namoyish Sharqi Turkiston, Tibet, Hong Kong, Janubiy Mongoliya yoki Xitoyda yuz bergan bo'lsa, Tibet va Hong Konglik sabdoshlarim mening yonimda o'ltirmagan bo'ladi. Sabdoshlarimning demokratik davlatda namoyish qilib qo'lga ilinganligi kishini bezor qiladi. Mana bugun biz Atinaga jam bo'lib, tinchlik va umidning simvoli bo'lgan olimpik mash'alini irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydagi bir mustabid davlatga topshirib berishga qarshi noroziligimizni bildiryapmiz. Afsuski millionlagan Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Janubiy Mongoliya xalqlarining bizdek bundoq ochiq norozilik bildirish imtiyozi yo'q. Zumratay Erkin xonim so'zida yana mundaq deb ko'rsatdi. Xalqaro olimpik komiteti musobaqa jarayonida Beijingda qo'lga ilingan namoyishchilarga mas'ul bo'lishni xohlamdi. Xalqaro olimpik komiteti kishilik huquqning olimpik nizomnomasining bir qismi ekanligini o'ttirg'a qo'yishga jur'at qila olmadi. Biz jiyatda hukumatlarning Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishini umid qilamiz. Irqiy qirg'inchilik va og'ir jinoyatlar oldida bu davlatlarning hukumatlari sukut qilib turmasligi lozim. Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish bo'lsa, sizning kishilik huquqni haqiqiy qo'llash fursatingizdan iborat. Biz har zaman sizni kuzatamiz. 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini mash'alining Xitoyga o'tkazib berilganligi munosabati bilan ata, ya'ni 20 oktyabr kuni Turkiyadagi Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqfi, Sharq Turkiston tadqiqot markazi va Uyg'ur akademiyasi birlikda Istanbulda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazadi. Ondan boshqa yana Yevropa Sharq Turkiston birligi bu yil 15 maydan e'tiboran har hafta oxiri Germaniyaning Myunxen shahridagi asosliq maydonlarda 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilayli degan shior ostida norozilik namoyishlari o'tkazib kelmoqda va bu xil namoyish toki 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlanganiga qadar izchil davom qiladi. Angliyadagi Henry Jackson markazi 18 oktyabr kuni Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan davlat halqigan besimi mavzusida bir to'r suhbati yig'ini uyushtirgan. Navbatda Taliban kontrolidagi Afg'onistonda yashayotgan Uyg'urlarning bexatarligiga diqqat tortishni maqsad qilingan yig'inning kirish so'zida mundaq deyilgan. Taliban Afg'onistonni tezlikda egilib olgandan buyon qurolli unsurlarning osonlik millat va diniy osonliklarga elib keladigan og'ir tahdidi to'g'risida nurg'un so'zlar bo'ldi. Biroq u yerdagi bir guruhga, ya'ni Uyg'urlar bo'lsa asosan nazardan saqit qilindi. Talibanlar hokimiyatga kelgandan buyon bu davlatdagi Uyg'urlar Xitoyning kontrolligi va ta'sirining kuchayishidan andisha qilmoqda.
Beyjingning o'zini Afg'onistonning iqtisodiy kelgusidagi boshlamchi o'rniga qo'yishiga ergishib, bu davlatdagi Uyg'urlar kelgusining qanday bo'ladiganligidan to'lama andishalanmoqda. Henry Jackson jamiyati sohibxonlik qilgan bu faoliyatda Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim, Angliyalik kishilik huquq faoliyatchisi, Xitoy ishlari bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi IPAC guruhining a'zosi Bendik Rogers apandi, Angliya Osiyo tadqiqot markazining tadqiqotchisi Grace Sirchin, Henry Jackson jamiyatining radikallik va terrorlik tadqiqot markazi tadqiqotchisi doktor Rakib Ihson qatorliqlar qatnashib, qaysi davlatlarning Xitoy bilan Uyg'urlarni davlat xalqigan bostirishda hamkorlashganligi, bu bostirishning shakli va g'arb davlatlarining Uyg'urlarga yordam qilish uchun nimalarni qilishi kerakligi ustida o'z fikrlarini o'ttirg'a qo'ydi. Oldi bilan yig'inda Rahima xonim so'z qilib mundaq dedi: Ko'plagan davlatlar Xitoyning besimi sababidan Uyg'urlar uchun xatarlik davlatga aylanib qelyotadi. Taylanddagi, Dubaydagi va hamda Afg'onistondagi Uyg'urlar qo'rquv ichida yashayotadi. Xitoyning urug' tuqqanlari orqali besimi sababidan Turkiyada faoliyat qilishdan to'xtab qolgan Uyg'urlar bor. Rahima Mahmud xonim yana Xitoy hukumatining g'arbdagi fikr erkinligiga qilayotgan tahdidi sal qarashga bo'lmaydigan darajada eg'irligi, Xitoy hukumatining kishilik huquq uchun so'zgan jurnalist, fotograf, film ishlaguvchilarni yoki xalqaro kiyim markalarini yolg'iz qo'yish, jazolash qatorliq vositalar orqali xalqaroviy axloqiy o'lchamlarni yo'q qilayotganligini eskartib, buningga darhol xotima berilishi kerakligini, bo'lmasa butun dunyodagi kishilik huquq krizisi maydonga keladiganligini bildirdi. Rahima xonimning so'zi oyoqlashgandan keyin Grey apandi so'z qildi. U o'zining uzun yil Uyg'urlarni tadqiq qilgan biri bo'lib sifati bilan Uyg'urlar duchor bo'layotgan tahdidni yaxshi tushunadiganligini, bo'libmi hozir Taliban kontrolligidagi Afg'onistonda yashayotgan Uyg'urlarning Xitoydan ansirash uchun yetarli sababi borligini aytdi. Uning ko'rsatishicha hozir Afg'onistonda 2000 dan 3000 atrofigacha Uyg'ur bor bo'lib, ularning ko'pinchisining Afg'onistonga kelganiga uzun yillar bo'lgan bo'lsa-mu va ularning ba'zilar hatto Afg'onistonda tug'ilgan bo'lsa-mu, ularning qo'lidagi kimlikda ularning Uyg'ur panohlanuvchi bo'lganligi aniq yozilganlikdan, bu ularni darhol Xitoyga qaytarilish xavfiga ochiq holatga keltiradi ekan. Ondan qolsa Talibanning hozir Xitoy bilan munosabatining qo'yiqlashishi, uning Xitoy mablag'i va iqtisodiy yordamiga zo'r darajada muhtoj bo'lishidek sabablarning bevosita holda u yerdagi Uyg'urlarni xatarga tiqadiganligini bildirdi. U Xitoyning iqtisodiy yordamlarining kaynida mushu xildagi talablarining bo'ladiganligini, masalan 2009-yili Kamboja hukumati 20 Uyg'urni Xitoyga qaytarib bergandan keyin 2 kun o'tibla Xitoyning Kambojaga milliard dollarlik mablag' solganligini eslatib o'tdi. Grey apandi so'zining davomida monolarni dedi: Angliya hukumati cho'qim Taliban rejimidan Uyg'urlarni qo'g'dashni, Xitoyning Uyg'urlarni qaytarib berish talabini rad qilishni talab qilishi kerak. Angliya hukumati Talibandan ayollar huquqini kafolatga ega qilishni ta'kidlash bilan bir vaqtda cho'qim Uyg'urlarning huquqini talab qilishi, Angliyaning Uyg'urlarning vaziyatiga intayin yaqindan diqqat qiladiganligini Taliban hukumatiga aniq bildirishi kerak. Arqadan so'z qilgan Bendik Rogers apandi bo'lsa Xitoy hukumatining Uyg'urlarning ovozini yo'qotish harakatining haqiqatan keng ko'lamli ekanligini ta'kidladi. U buning uchun qilishga tegishli ishlarni ta'kidlab, oldi bilan xalqaro jamiyatning cho'qim Uyg'urlar duch kelayotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb tonishi va shu bo'yicha tadbir qo'llanishi kerakligini. Ikkinchidan, Angliyanimi o'z ichiga olgan g'arb davlatlarining Uyg'urlarning panohlanish ishlarini tezlashtirishi kerakligini bildirdi. U yana Taliban kontrolligidagi Afg'oniston to'g'riliq so'z bo'lganda cho'qim u yerdagi Uyg'urlarning masalasining intayin muhim masalalar qatorida yo'ritilishi kerakligini eskartib munolarni dedi. Afg'onistondagi Uyg'urlarning oqibati cho'qim ayni chog'da Amerika va Angliya qatorliq davlatlar uchun xizmat qilgan afg'on tarjimonlar qatorliq kishilar bilan o'xshash diqqat qo'zg'ashi kerak. Angliyaga, Amerikaga qutqizib ketilayotganlar qatorida cho'qim Afg'onistondagi Uyg'urlarni qo'shilishi kerak. Uyg'urlar xavf ostida turayotgan, bo'lib Xitoyga qo'shni davlatlarga Uyg'urlarni qaytarmaslik haqidagi besimimizni kuchaytirishimiz kerak. Demokratik davlatlar Xitoy bilan tuzgan har qanday o'tkazib berish kelishimini amaldan qoldirishi kerak. U yana hammadan muhimi Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qaratayotgan vahshiylikni oyoqlashtirish uchun barliq davlatlarning besimini oshirishi kerakligini, yanada ko'p jazolarni qo'yishi kerakligini bildirdi. Uyg'urlarni asos qilgan ko'chmanlarning tahdidga uchrashining oldini olish taklif loyihasi yaqinda Gollandiya parlamentining qaroridan o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, parlament a'zosi Birikilmanning Gollandiyadagi ko'chmanlarning chet el hukumatlarining tahdidiga uchrash ahvoli Gollandiyaning kishilik huquq siyosatidan o'rin olish haqidagi taklif loyihasi degan nomdagi bu taklif loyihasi Gollandiya parlament a'zosi Robin Birikilman tomonidan sunilgan ekan. Mazkur taklif loyihasi Gollandiya parlamentining tor betida rasmiy e'lon qilingan. Mazkur loyihaning mazmunidan ma'lum bo'lishicha, uningda Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar va boshqa ko'chmanlarning Xitoy josuslari yoki boshqa mustabid davlatlarning besimlari ham tahdidlardan qo'g'dash o'ttirg'a qo'yilgan.
Onunda Uyghur qatarlıq köçmənlərinin təhdidə uçraş məsələsini dövlətin kişilik hüquq siyasəti boyunca məxsus hüccət çıxarıb, bunu Gollandiyanın yıllıq kişilik hüquq dokumentıga kirgizish qatarlıq məzmunlar o'ttirg'a qo'yilgan. Egilanishçi Gollandiyadagi Uyghur tashkilotlaridan Gollandiya Uyghur kishilik hüquq fondi Gollandiyadagi Uyg'urlarning Xitoy hukumatining turli tahdidlarga uchrash ahvoli haqida Gollandiya hukumati va bir qism siyosiy partiyalarning rahbarlari bilan ko'rishib, bu masalani hal qilish yo'llari ustida fikrlashgan ekan. Bu taklif loyihasining Gollandiya parlamentida qarordan o'tishi Gollandiyadagi Uyg'urlarning, bo'libmi Uyg'ur siyosiy aktivlarining Xitoy hukumatining har xil hujum tahdidlariga uchrash ahvoliga qarata Gollandiya davlatining aralashadiganligidan derak berdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turgal apandi 18 oktyabr kuni Washington shahridagi Hudson institutida chaqirilgan muhokama yig'inida qilgan so'zida Xitoyning islom diniga hujum qilishidagi eng tipik voqealar qatorida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini misol qilib ko'rsatdi. Nuri Turgalning qarashi Uyg'urlar dunyoning hech qanday yerda qirg'inchilik yuz bermaskan. Bizmi hur yashasaqkan degandek izgu tilaklarga o'zini avundirib kelgan bo'lsa-mu, bu qirg'inchilik yana Xitoy hukumatining xohishi bo'yicha o'ttirg'a chiqqan. Şoňa bu ma'nidan olganda Amerika hukumati va boshqa bir qism g'arb davlatlarining Uyg'ur qirg'inchiligi haqida qaror elishi olqishlashga tegishli bir qadam deyishga bo'ladi ekan. Ammo cho'ng jihatdan olganda xalqaro dunyo qirg'inchilik haqidagi bu qarorga toza agishib ketanmagan. Navbatda har qaysi axborot sohasining yoki lager shohidlarining nimalarni deganligini bir yoqqa qayirib qo'yib turib, Xitoy hukumatining e'tiqodlarini nazarga olganda buning qanchalik og'ir bir vaziyat ekanligini bekmo oson ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Bo'libmi Xitoy raisi Xi Jinpingning qilchimi rahim qilmaslik, tutishga tegishlikdan hech kim chetda qolmasligi lozim degandek yo'l yo'riqlarining o'zila bu qirg'inchilikning mohiyatiga doir ko'plagan savollarga javob bera oladi ekan. Navbatda Uyg'urlarning diniy e'tiqodi, madaniyat boyligi va boshqa Uyg'urlarga xos hamma narsa jinoyatning isboti bo'lib kelayotgan bo'lib, navbatdagi bu qirg'inchilik tarixdagi hech qanday qirg'inchilikqa o'xshamaydigan bir alohidalikka ega ekan. Bo'libmi Xitoy hukumatining yuqori fan texnika vositalari orqali bu qirg'inchilikni hech ish bo'lmagandek isposini chiqarmay tamomlashi bakmo xatarlik ekan. Yana kelib ularning dunyoni biz so'rishimiz kerak degan mazmundagi cho'qonlari buning insoniyat dunyosi uchun qanday bir xatarlardan bishorat berayotganligining isboti ekan. Yaqında Rossiyaning Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining axborot analitikalik markazi e'lon qilgan Xitoy Qozog'iston bilan yangi munosabatlarni qurmoqda. Nur-Sultonga talablar qo'yildi nomli maqolada aytilishicha, Xitoy Qozog'iston bilan iqtisodiy aloqalarni davomlashtirish uchun Nur-Sultonga siyosiy talablarni qo'ygan. Mazkur maqolda Qozog'istonlik siyosatshunos Maksim Kaznachayevning bu vaqtdagi qarashlari berilgan bo'lib, uning aytishicha Xitoy va Qozog'iston chegarasida yuk mashinalari va vagonlarning turib kelishiga va shu munosabat bilan keyingi vaqtlarda ikki taraf o'rtasidagi savdo iqtisodiy munosabatlarning nacharlashishiga bir qator nuqtalar sabab bo'lgan ekan. Dunyoda korona vabosining kuchayishi sababidan Xitoy qo'rg'as va do'stlik namoyishi punktlarida bir taraflama karantin tadbirlarini kuchaytirib atgan. Maksim Kaznachayev mundaq degan: Xitoyga qarshi namoyishlar va yolg'iz kishilik namoyishlarning qatnashuvchilarini jazolashni, shuning bilan bir qatorda Qozog'istondagi Xitoyga qarshi o'chmanlikni ojizlashtirishni talab qilmoqda. Aslida Oq O'rdaga iqtisodiy hamkorlikni davomlashtirish uchun siyosiy talablar o'tirg'a qo'yildi. Maksim Kaznachayevning fikricha mubodo Qozog'iston Amerika taraf bo'lib, Uyg'urlarni yoqalagan taqdirda Beijing Qozog'istonga qarshi qattiq choralarni ko'rishga boshlaydi ekan. Center Asiya to'g'ri gazetida e'lon qilingan Xinjiang qozoqlari albishidan tuqqanlarini Xitoy turmalaridan bo'shatishni talab qilmoqda nomli maqolada aytilishicha, Sharq Turkistondan ko'chib kelgan bir guruh olmutali qozoq fuqarolari mamlakat poytaxtidagi sobiq prezident, millat lideri Nur-Sulton Nazarboyevning xat qabul qilish ishxonasiga kelib murojaat qildirgan ekan. Murojaatda ular Xitoy turmalaridagi tuqqanlarini bo'shatishni talab qilgan ham u yerdan chiqib Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilgan. Hukumat amaldorlari ularni qonunsiz namoyish o'tkazganligida ayblab tutqun qilishga buyurgan. Qozog'istonlik siyosatshunos G'olim Agilov matbuotlarga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi: Bizning doiralar Xitoydagi qozoq va Uyg'urlarning Xitoy tarafidan bostirilayotganligiga orilish u yoqda tursin, hatto bu vaqtda so'z aytishga ojizlik qilyotdi. Qozog'istonda Xitoyga qarshi namoyishlar besilmay yana davom qilyotdi. Navbatda Qozog'iston hukumati bu namoyishlarni besish, uning qatnashuvchilarini tutqun qilishni to'xtatmaydi. Xitoy hozir har xil yo'llar orqali Qozog'iston tarafini o'zining iqtisodiy va siyosiy planlarini qo'llashga hamda yig'ib olish lagerlariga ko'z yumishga ishtirmoqda. Bu yana davom qiladi. Umuman Qozog'istonda yurgizilayotgan siyosat durust emas. Biz Xitoydan so'rgan qarzni natijalik foydalanmadik. Hozir Qozog'iston Xitoyga 39 milliard dollar qarz. Xitoy hozir shu qarzni qaytarish uchun Qozog'istonga yangi talablarni qo'yib ham ikki taraf shartlarini o'rinlashni talab qilyapti. Bu talablarning ichida ijaraga yer berish, zavodlarni silish va boshqa masalalarmi bor. Bu yerda shundaqli ekologiya, Qozog'iston ishchilarining emgak huquqlarini qo'g'dash, bexatarlik va boshqa masalalar mavjud.
shuningdek ikki mamlakat o'rtasida imzolangan kelishimlar bo'libmi bir balvoq bir yo'lga o'xshash iqtisodiy loyihalar Qozog'istonga bir foyda olib kelishi kerak albatta. Mubodo Qozog'iston bu shartlardagi talablarni o'rindamasa, bizning iqtisod cho'ng ziyonga uchraydi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimli proqramımızı görüşəylik. Görüşkücə aman boğaysınlar. Xeyir xoş.